Yo'lingni ochib ber. Men shu 100 ming, aka men shu 100 ming davom ettirdim. Mana kelar. Kichikroq sut qo'zichalarimiz. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, bizlar uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Qarshi karvon mol bozorini obzor qilish uchun yetib kelganmiz akalar. Akalar, videoni boshidan like-ni ayamaymiz, biz siz uchun xizmatdamiz. Siz biz uchun faqat like bilan obuna tugmachasini bosib qo'ysalaringiz bo'ldi akalar. Avvalambor hammamizni kelayotgan muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Mana shu Ramazon oyida hammamiz onadan poklanganda, Xudo xolasa chaqaloqlardek gunohlarimizdan poklanaylik. Endi akalar, mana shu obzorimizda qo'y-qo'zilarni mamlaqa optim joylarini hammasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Keyingi videomiz albatta qora mollar narx-navosi bo'ladi akalar. Xo'p, ona bola sigirlar, buqachalar hammasini ko'rsatib ketaveramiz. Akalar, siz bizga obuna bo'lib, like tugmasi boshi esdan chiqmasin. Akalar, bo'lmasa biz ishimizni boshladik. Bismillah. Bugungi sanamiz 15-fevral 2026-yil hafta kuniga yakshanba akalar. Ana alimini bering aka, bering. Shunaqa qilmaylik. 6,5 kilo alimi. Aka, to'g'ri, men ishlab chiqmadim. Buni tan narxi qancha tushishini bilmayman. Lekin men so'rayotgan narxim aka xalqqa bir yengil bo'lsin deb. Bitta bedamiz narx 60-70 mingga chiqib ketgan akalar. Beda press, somon press bor degan gaplarga ishonmanglar. Aka, agar bozorlarda biz ko'ryapmiz, o'sha bozor narxida bo'lsa, albatta siz bilan talashib tortishib, xalqimiz uchun arzon qilib beraman. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida mana shunaqa xudo xolasa chorvamizga kerak bo'ladigan zo'r drobilkalarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz akalar. Avvalambor hammamizga aytishimiz kerak bo'lgan narsa, alhamdulillah, Alloh bizani Ramazonga yetkazdi. U Ramazondan bu Ramazongacha gunohlarimizga kaforat bo'ladigan oyni qo'ldan boy bermaylik. Yana uni ustiga xudo xolasa Ramazon oldi aksiyamiz ham bo'ladi akalar. Nomer pastda. Akalar, nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilsalaringiz, hammasini inshaalloh chiroyli narxda qilib beradilar akamiz. Barakali qilib, Xudo xolasa olib borib, ishlatib ko'rsatib bersa, keyin pul berishadi. Oldindan to'lovi yo'q. Gap yo'q. Akalar, manzilni eslatib o'tamiz. Qarshi shahridagi Qarshi mashina bozori yonida, Taxta bozoridan sal o'tganimizdan keyin binoni ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu binoda akalarimiz ish faoliyatlarini olib borishyapti. Cheklanmagan miqdorda Xudo xolasa sizlarga yetkazib berishadi. Nomerlari pastda, tezroq telefon qilib baraka qilib olinglar. Akalar, qo'zi sezon boshlandi deganimizni ko'ryapmiz. Ham inshaalloh men sizlarga qo'zilarni ham ko'rsatib o'tiraman. Bu tarafda ham qirg'lar bor ekan. Bularni ham ma'lumotini ko'rsatib o'ramiz. Hormay aka, zo'rimiz charchamayapsizmi? Savdani o'zlari qilyaptilarmi? 33 dan bo'lsa oling dedi. 33 dan kimga? Klientga. Men klientga 33 dan bo'lsa bering. Xo'p. 31,5 qilyapti. 31,5 qilinyapti. Akalar, 3,150 ming so'mdan klient so'rayapti ekan, 33,5 bo'lsa oling deyapti ekan. Akalar, ko'ryapmiz, yomon emas. Qo'y-qo'zilar hammasi sifatli, bir-biridan yaxshi ekan. Hammasi urg'ochimi, erkak? 18 ta. Aha. 4 ta urg'ochi. 4 ta urg'ochi bor ekan. Akalar, 14 ta erkak, 4 ta urg'ochisi bor ekan. Holati yaxshi, bir-biridan yaxshi, bo'ylari baland bo'lgan qo'ylarimiz. Endi bu sut qo'zilarni izi bormi yo'qmi yana? Bor, topamiz. Nechta kerakli so'v? Qayerdan? Qovchin. Mana akalar, Beshkendan Qovchindan akalarimiz olib kirishibdi. Bunisi nomer qoldiramizmi? 97 315 315 88 78. Telefon qilaveramiz akalar, xudo xolasa. Mana izi bo'lsa kerak, nomer beryaptilar-ku. Mana akalar. Xo'p, tushunarli. Akalar, men ko'ryapmiz, xudo xolasa, mana shu nomerga telefon qilaverasizlar, hammasidan bor ekan. Savdoyingizni bersin. Bu tarafni ham ko'raveramiz. Akalar, qo'zi sezon qo'zilarning narx-navosi ham qiziq bo'lyapti. Qo'zi sezonda qo'zilarni ko'rsatib turaylik, keyin ona bola qo'ylarni ham qatoriga o'tamiz. Hormaylar, yaxshimisizlar? Sizdanmi? Nech pul deyapmiz bularni? Qanchadan sotdingiz? Akalar, 3,5 million so'mdan sotilibdi. Yomon emas, barakasini bersin. Erkakmi hammasi? Erkak. Akalar, hammasi qo'chqorcha ekan, 3,5 million so'mdan sotilibdi ekan. Bo'ylarni ko'ryapmiz, yomon emas. Xudo xolasa mol qilaman deydigan akalarimiz bo'lsa, mana shundaylardan olib ko'paytirsa bo'ladi. Savdoyingizni bersin. Xo'sh, mana bu yoqni ham ko'raveramiz. Ishlov berish jarayoni qishib qo'yishyapti deydi. Yaxshimiz aka, charchamayapsiz. Nech pul deyapmiz bularni, qo'zilarni? Ha, u yoqdami? Nech puldan deyapmiz aka bularni? 3,5 dan deyapmiz. Mana akalar, 3,5 million so'mdan deyilyapti ekan. Yomon emas, holatlari yaxshi, bo'y-basti ham ancha joyida. Bozor nima so'rayapti aka? Bozor 3,2 dan qildi. 3,2 dan bermadingiz. Akalar, bozor 32 dan qilibdi, bermaganlar. Qo'shsa ketar ekan, 3,5 million so'm baho qo'yib turibdilar. Bular urg'ochimi, erkakmi? Hammasi erkak. Akalar, hammasi erkak ekan. Mana ko'raveramiz. Yomon emas. Aka, bu qancha bo'lsa endi ko'ngil uradi? Endi gapni ochig'ida. Gapni ochig'i men 33 dan berdim, 32 dan qildim.
Ha, 100 mingga farq qopti. Akalar, men ko'ryapmiz. Bo'lmas. Bunda yana bormi yo'qmi? Izi bor. Nomer qoldiramiz. Ayting nomer. 99 629 5578. Telefon qilaveramiz akalar, xudo xolasa izi bor ekan. Savdoyingiz bersin. O'sh, mana bu yoqda ham bor ekan. Bularni ham ko'rsatamiz. O'sh, bular sal kichkinaroqlar ekan. Qani narx-navosini ham so'rab olaveramiz. Bu ham anchagina ekan. Sonini ham so'rab olamiz. Bu tarafda undan ham kichikroqlar bor ekan. Bularni ham ko'rsatamiz keyin. Xo'p, akalar, endi so'rab olaylik-chi. Hormang, bu yaxshimiz? Charchamayapsizmi? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz bu sutqo'zlarni? 3 dan deyilyapti. Bozor nima qildi? Akalar, bozor 2,5 gacha so'rabdi. Bular erkak urg'ochimi? Aralash. 17 tasi erkak, 10 tasi urg'och. Mana akalar, opchi 27 ekan, 17 tasi erkak, 10 tasi urg'och ekan. Yaxshi sifatli urg'och qo'zlar ham bor ekan buning ichida. Endi bunday qilaylik, endi bo'ladiganini ayting, qancha bo'lsa ketadi. Hozir endi bar bozor so'ragani bor, o'zingiz bermaganingiz bor, o'shanga qarab so'rayman. Bilmadim, kelishtirib beramiz. 2,5 gacha so'rayapti. 2,5 gacha bozor so'rayapti. Tushunarli. Akalar, bozorga qarab bo'laveradi bu yog'i. Bozor 2,5 gacha so'rayapti ekan. Buni izi bormi yo'qmi yana? Izi bor. Qayerning moli bu? Mana ona Qo'ng'irtoq ekan. Qo'ng'irtoqning moli akalar. Bemalol nomer qoldirsa bo'ladi, izi bor ekan. Bo'lmasa nomer qoldiraylik. 95lik 837 7702 akalar, telefon qilaveramiz. Xudo xolasa mana shunaqa sifatli qo'ylarimiz sotuvda ekan. Savdoyingizni bersin. Xo'sh. Tarafdan o'taylik, u kichikroqlarni ham yana bir ko'rsatib ketaylik. Narx-navo, holat. Mana akalar, kichikroq sut qo'zichalarimiz. Ularni ham ko'rsataylik-chi. Hormang aka, yaxshimiz? Charchamayapsizmi? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz qo'zlarni? Bir joyga 2,8 dan kam bor. Bozor nima qildi endi? 24 dan so'rayapti. O'zi bular erkakmi, urg'ochimi? Aralash. Bosim erkakmi? Akalar, ko'prog'i erkak ekan, aralash deyilyapti. Ko'ryapmiz, yomon emas. Aka, bo'lmaydimi bozor so'ragan narxga? Kamroq bo'ladi. Qancha bo'lsa endi, var ko'ngildagisi? 2,5 dan. 2,5 dan bo'lsa ketadi. Akalar, 2,5 dan bo'lsa ketadi deyilyapti. Ishqila mana shunaqa sut qo'zlarimiz. Erkak urg'och aralash ekan, ko'pi lekin erkak ekan. Mana ko'raveramiz. Bo'lmasa nomer qoldiramizmi? Nomerga izi yo'q. Ha, izi yo'q ekan, tushunarli. Akalar, izi yo'q, xudo xolasa bozorda mana shu narxda sotilyapti. Aka, savdoyingizni bersin. Akalar, mana bozordan to'qli so'ragan akalarimiz uchun mana ko'raveramiz. 8-9 oylik to'qlilarimiz 3 milliondan dedingizmi? Ya, siz nima qilaman? Qo'y kerak bizga. Nech puldan dedingiz? 4 million. 4 milliondan ekan. Akalar, mana ko'raveramiz. Bozor nima so'radi endi? 37,5. Akalar, bozor 37,5 dan so'rabdi. Berilmagan, qo'shganga ketarkan. Bo'ylari ham ancha baland, holatlari yaxshi ekan. Adashmasam 8-9 oyda bular. Shu 8-9 oylik to'qlilar. Endi akalar, buni ko'raveramiz, holati yaxshi ekan. Endi biz ko'p kishi reklama qilganimizda bozordan ko'rsat, bozordagi narx-navolarni ayt, baland qo'yapsan degan akalarimiz uchun bozorda ham 4 million bo'lib turibdi. Bular ichida endi qo'chqor yurgan, nima deysiz? Qo'chqor yurgan. Lekin baribir 100 so'z bo'g'oz deb bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Ha, mana shunaqa akalar, hamma joyda shu bir xil tosh tarozi. Bo'lish qancha qilib bera olamiz? O'tib beramiz 4 dan. 4 dan uchib beramiz, 1-2 so'm. Akalar, 4 milliondan 1-2 so'm tushib beriladi. Ko'raveramiz, holati yaxshi, bo'y basi ancha joyida. Bemalol 70-75 olsa bo'ladi. Bu yoqlar 65liklari ham bor ekan. Nomer qoldiramizmi bu? Nomer shart emas, bozor. Bozorda sotiladi. Shunaqa. Ha. Eldor. Nomer qoldiramizmi? Nomer qoldirasizmi? Akalar, optim joylarga endi bu yoqqa o'tiramiz, ko'raveramiz qo'ylarimizni. Holatlari yaxshi, ancha gigant qo'ylarni topib qo'ydik akalar. Like ayamaymiz endi bu yoqqa. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Endi buni ko'ryapmiz, holati yaxshi ekan. Bu yaxshimisiz? Charchamay. Rahmat. A bu gigantlari-ku bu? Gigantlari. Managa. Buni tishi qanday bularni? Hammasi yo'q. Mana. Ikkita panjisi bor. Ikkita panjisi bor, qolgani chori. Mana akalar, ko'ryapmiz. Yaxshiki, ikkitasi tuqqanmi deyman? Ikkita qo'zisi bor. Akalar, ikkita qo'zilisi bor ekan. Gap, men qo'zisiga ham baho berib qo'yamiz. Qo'zisi ham ancha yaxshi.
Shunday. Egalari bilan deng-da. Xo'p. Buni bozor nechi qildi? Hozir keldi. Hozir kelindi, hali unaqa bir bozor jazman ham bo'lgani yo'q. Hozir kirilgan. Qancha baho qo'yamiz endi? Narx. Bolalarni 10 dan deyapti. Bolalar 10 dan. Yakkalarichi? Akalar bolalilari 10, yakkalari 9 dan mana shunaqa sifatli qo'ylarimiz. Endi ko'ngil endi bari aytgan narxga sotmaymiz. Bu 9 deganimiz necha puldan deymiz? Ha, kelishtirib beryapti. Bozorga qarab. Ha, shunday. Akalar bozorga qarab kelishtirib berilaveradi, ko'ryapmiz, yomon emas. Ancha yaxshi, bo'ylari ham baquvvat, eti ham yaxshi bo'lgan qo'ylarimiz mana shunaqa ko'rib olaveramiz. Izi bor buni? Izi bor. Nomer qoldiramizmi? Ayting nomeri. 91 91lik 644 644 69 25. 6925. Akalar telefon qilaveramiz, xudo xolasa izi bor ekan. Nomerlari bilan sizlar qoldirdik. Savdo yozib bersin aka. Xo'sh, mana bu tarafni ko'raylik-chi. Gigant qo'chqor so'ragan akalarimiz uchun bo'ladi bu. Haqiqiy udari velikani mana shu bo'ladi akalar. Yaxshigina boqilgan. Yaxshimiz aka, charchamasmi, savdoga baraka. Bu necha pul deyamiz bu qo'chqorlarni? 8 million. Mana akalar, 8 million so'mdan gigant qo'chqorlar. Hammasi o'zi ham zo'r semiribdi. Jvoyevskiy necha qiladi, nima deysiz aka? 85 dan baland. 85 dan baland. Agalar bemalol 85 dan baland deb olaveramiz. Jvoyevskiy emas, mana shu go'shtga shunday qilsak 70 65 la qilammi go'shtga? 60 kilo beradi. 60 kilolar berar ekan. Akalar go'shtga 60 plus minus bo'lar ekan. Bu qanchadan beri boqilyapti endi? Shunisiga ham qaraydi-da baribir. 8 oy. 8 oy. Oho, 8 oy buni ayama yem berish o'zi ham bo'lmagandir. Buni endi bozor nima so'rayapti? 6,5. O'zingiz qancha baho qo'ydingiz? 8 million. Akalar bozor 6,5 qilibdi. Akani o'zlari 8 million deyaptilar. Bo'ylari ham ancha yaxshi ekan. O'zi ham rosa semiribdi akalar. Vodiylik akalarimizga juda bir yoqadigan gigant qo'chqorlar, sababi u taraflarda dumma ancha yaxshi ketadi. Qashqadaryoda dumma sal tortilgan akalar, yeyilish. Aka buni bo'lmasa yana izi bormi shundan? Biz ham topiladi. Gapi, iz topiladi. Qayerda mol aka bu? 8-safxoz nishonni akamiz olib kelyaptilar. Bunisi nomer qoldiraylik. Qoldir. Ayting. 88 88 293 293 15 15 19. 19. Agalar bemalol kelib ko'rib olsalaringiz ham maza qilinadi, tomoshasi ko'z kayf qilinadi ham mana qo'chqorlar. Aka savdo yozib bersin. Xo'sh, akalar mana ko'raveramiz. Akalar 3 million 200 ming so'mdan mana shu qo'zlarimiz baraka bo'libdi. Ko'raveramiz, xudo xolasa hammamizga buyursin akalar. Olganga ham sotganga ham barakali bo'lsin. Akalar to'qlichalarni ko'rsating degan akalarimiz uchun mana to'qlilarni topib qo'ydik. Soni ham 53 bosh ekan. O'zi ancha yaxshi sifatli mana shunaqa to'qlarimiz ekan. Aka yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat, savdoga baraka. Aka bu 53 ta dedi, yo'qmi? Shunaqami? Mana akalar 53 bosh. Shu 9-10 oylik shunaqa to'qlar-da bular. Bo'g'ozligi aniqmi? Akalar bo'g'oz deyilyapti, mana ko'ryapmiz. Maza qilib mol qilaman deydi akalarimiz uchun hammasi yaxshi ekan. Buni narxi qanday bo'lyapti aka? Narxi aka 5 dan kami bor debdi. 5 dan kami bor. Bozorni o'zi nima so'radi endi? Akalar bozor 4,5 so'rabdi. Akamiz 5 million so'm, 1-2 so'm kamiga o'tib beramiz sunnatiga deyaptilar. Bemalol nomer qoldiramiz, telefon qilib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Bo'ylari ham ancha yaxshi, 70 shu atrofda olaverasizlar. Endi bo'g'oz deyilyapti. Bari bu to'qlini olgandan keyin bitta yaxshigina qo'chqorcha qo'shib qo'ysa zarar qilmaydi akalar. Bo'lmasa nomer qoldiraylik aka. Ayting qani nomer? 97 070 17 10. Akalar Ko'kdaladan ayting nomeri. 97 463 mi? 463 0093. Akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa mana shunaqa sifatli qo'ylar yetkazib beraveradilar. Mana akalar. Savdo yozib bersin aka. Ko'raveramiz. Akalar savdosi bo'lyapti mana shu ikkitani. 6 million 800 so'ralyaptimi? Xo'p, akalar 6 million 800 so'ralyapti mana shu ikkitasi. Bering endi. Bering endi. Bering aka, beringi. Qo'lni yo molni berasiz. Bor baraka. Shu aka bunda gap eshitdik. 100 ming bilan bir jaziyat bo'lib qolmaydi. Ko'ngilni ochib bering. Bor baraka. Men shu 100 ming aka, men shu 100 ming davom ettirdim. Bor baraka. Beringi, beringi. Barakali bering aka. Necha hisob, necha? Bor baraka.
6 million. Aka. Hozir bo'larkan, shuncha men qildim. Bering endi 66 biz. Bor 50 sizniki emas buniki emas. Endi bos. Bos. Qo'y qani 50 bor biri. 66 hozir. 6 million 650 minggacha ko'tarildi mana. Ha, bering aka endi. 50 ming o'tib bermaysizmi? Yo'q, Ikkitadan 50 o'tingga 25 dan. o'ting aka. Hozir aka. Aka. Akalar mana buni savdosi bo'lyapti. 200 o'tib beradi. Yanıtta geldi bu. İyi yok. Bo'ldi, oymisha chiqarib o'tib beradi. Endi bosing. Yengil bering. Yengil bering. 67. Mana akalar ketdi. 67 ga baribir ketdimi? Mana akalar 6 million 700 ga ketdi shu. Mana akalar savdosi bo'lyapti bu yerda. Qo'shqorlar so'ralyapti. Nechta ekan? 37? 32 ekan akalar. Aytavering qancha? Ama qo'shib kelamiz, qo'sh degan qo'shib kelyapti. Qanday sağ olma. Aka qanchadan so'rayapsiz? 4 million 650 dan. Mana akalar 4 million 650 ming so'mdan hammasi so'ralyapti. 32 tadan 2 tadan ayirib tashlayman deyaptilar. Yomon narx bo'lmadi lekin. Bering aka, beringi. Boz barakati bir hafta yeb ichishga garantiya bersak bo'ldi. Tamam, boshqasi kerak emas. Barakati. Endi kam so'rayman, aytinglar. Endi bo'lma, 4,5 so'ram, kam qo'shdim, mana shu qo'shdim. 4,5 million. Men kam so'rayotgandim, boz o'ynab pul barakati. Akalar 4 million 650 minggacha qo'shqorlarning narxi ko'tarildi, lekin halicha baraka bo'lgani yo'q. Suhrob Chorvachi. Qarshi Karvon mol bozoridan qilgan videolarimiz ichida to'xtatamiz. Qo'shqorlarni ham, qo'ylarni ham, xudo xolasa, sut qo'zlarni ham sizlarga narx-navosi bilan tanishtirib o'tdik. Sizlar like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta bizning kanalimizda mana shunaqa sifatli, bir-biridan yaxshi mollar, chorva mahsulotlari, chorva mollari chiqib boradi akalar. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.